Abdulahat aka, Namanganda yangilik bo'lgan lokmani ta'miga baho bering. Namanganda yangilik bo'lgan lokmani yeb ko'ramiz. Bismillah. Keyin bu videoni tez pochchamga jo'natib qo'ying. O'zi bilib olib keladi. Voy. Tortadi-yu. Cho'pada ish ham urgan bo'ldim. Alhamdulillah, lokumaga maza qildim lekin o'qi. Manzil Novoy Kolsovoyda kelasizlar. Abdulahat aka, Namangan Kosonpetadagi Ayshi desertlarini bir yeb ta'miga baho berasizmi? Qattan topaman bunaqa shirinliklarni. Voy. Dupur. Bismillah. Avvali va oxiri. Voy. Tez kerak. To'yguncha shirinlik yeyaversamda. Voy, iskelet kamlaka. Voy. Bismillah. Alhamdulillah. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar? Irvodon bog'da Svarzon bilan birgalikda o'tiramiz. Okam Xorazmdan mehmon ekanlar. Xudo xolisa oshni bir yeb ko'rasiz, ta'miga baho berasiz, oka. Irvodon bog'i o'ta ham go'zal, oka. Qani, yoqimli ishlar, qarang. Ketdi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar? Toshkentda o'sha juda ham mashhur mataloshga kelganmiz. Mana. Hisobxon. Matal nima etganmiz mana. Matal dedimda buni. Mana. Voy. Shular ajoyib. Kelaveribdi, juda ham mashhurlab ketdi matalosh. O'zimiz ham istab shunaqasidan zakaz qildik. Zakaz qilyapsizlar. Mana smartfon bo'ldi bilan birgalikda. Xo'sh, nima ishtahani ochibdi borku. Ko'rinishda atrofga yeb turibamiz, bitta baho beramiz. Xo'p, buni manzilini okam tushuntiradi. Manzil qat? Manzil ota Qorasaroydan Sebzorga qarab o'tirishligida, chap qo'lligida keladi. 200 metrdan keyin ko'rsangiz bo'ladi, hamda 100 dan urib berasiz. Keyin urishadi, chiroyli qilib qo'ldan keyin suzib beramiz hammaga. Yana sog' bo'lsin. Qaranglar, ko'p negativ bo'lib ketadi. Hozir bizga juda ham cho'tka qilib suzib berildi oshni. Kliyentga kelsa, narx-navosiga chiqsa, shunaqa suzib bering, iltimos, ha? Bo'ldi, aka. Bo'ldi.